Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Navoiy davlat pedagogika instituti informatika konferensiya o'qituvchisi Abayev Nurliboyman. Bugungi dars mashg'ulotimiz mavzusi kompyuter tarmoqlari va ularning turlari haqida. Reja 3 qismdan iborat. Kompyuter tarmog'i haqida tushuncha va tarmoqlar tarixi, mintaqaviy, lokal va global tarmoqlar, internet tushunchasi haqida. Birinchi marta 1969 yil 29 oktyabrda ishga tushirilgan ARPANET tarmog'ida oraliq masofasi 640 km bo'lgan Los-Anjeles universiteti bilan Stanford tadqiqot markazi orasida bor-yo'g'i 2 minut davomida axborot almashinilgan. Avvaliga bu tarmoq maxfiy hisoblangan. Keyinchalik bu tarmoqqa AQShning boshqa universitet, kollej va tashkilotlari ham ulangan. 1973-yilda transatlantik telefon kabeli o'tkazilgandan keyin ARPANET tarmog'iga Yevropaning o'quv yurtlari va tashkilotlari ulandi. Shu tariqa bu tarmoq internet tarmog'iga aylandi. U keyinchalik boshqa kompyuter tarmoqlari bilan birlashtirilib, internetning bir qismi sifatida ishlatila boshlandi. Hozirda u Minnet harbiy tarmoq sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari internet juda ko'p tarmoq tizimlari mavjud. Fidonet amerikalik dasturchi Tom Jens va Jon Madden tomonidan yaratilgan. 1984-yil shaxsiy kompyuterlar bilan MS va PC-DOS boshqaruvida ishlaydigan tarmoq. Fayllarni telefon simlari orqali uzatadi va Unix amaliyot tizimida ishlaydigan kompyuterlar bilan bog'lanish mumkin. Fayllarni bildirishni va yangiliklarni USB, USVET tarmoqlari bilan uzatilishi mumkin. Kompyuter tarmoqlari kompyuterdan turli masalalar hal qilishda foydalanish mumkin. Axborot almashish uchun magnit va kompakt disklardan foydalanishi yoki boshqa kompyuterlar bilan umumiy tarmoq ulanish kerak bo'ladi. Kompyuterlarning o'zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar majmui kompyuter tarmoqlari deyiladi. Kompyuter tarmoqlari vazifasiga ko'ra 3 turga bo'linadi: lokal tarmoq, mintaqaviy tarmoq, global tarmoq. LAN Local Area Network lokal tarmoq bir ofis bino ichidagi aloqa, bir korxona muassasasining bir yoki bir qancha yaqin binolardagi abonentlarni bog'laydi. Lokal tarmoq juda keng tarqalgan, chunki 80-90% axborot o'sha tarmoq atrofida aylanib yuradi. WAN Video Area Network uncha katta bo'lmagan mamlakat shaharlari, viloyatlardagi foydalanuvchilarni birlashtiradi. Aloqa kanallari sifatida ko'pincha telefon tarmoqlaridan foydalaniladi. Tarmoq uzunlari orasidagi masofa 10 km dan 1000 km gacha tashkil etadi. GAN Global Area Network global xalqaro qit'alararo tarmoq butun dunyo bo'yicha tarmoqdan foydalanuvchilarning qamrab oladi va ko'pincha bir-biridan 10-15 ming km uzoqlikda EXIM va aloqa tarmoqlari uzunlarini birlashtiruvchi yo'ldosh orqali aloqa kanallaridan foydalaniladi. Internet bu internet texnologiyasi dastur, ta'minot va bayonnomalar asosida tashkil etgan ma'lumotlar ombori va elektron jadvallar bilan jamoa bo'lib ishlash imkonini beruvchi korxona yoki tashkilot miqyosidagi yangi axborot muhitini tashkil etuvchi kompyuter tarmog'idir. Internetning foydali jihatlari ko'p. Bugun u bilim manbai hisoblanadi. O'zbekistonda bu Ziyonet ta'lim tarmog'i O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining 2005-yil 28-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi jamoat ta'lim axborot tarmog'i tashkil etish to'g'risidagi qarorga muvofiq 2006-yilda Ziyonet jamoat axborot ta'lim tarmog'i tashkil etildi. Ziyonet ta'lim tarmog'i o'qituvchi, talaba va o'quvchilar uchun mo'ljallangan veb manba biri hisoblanadi. Bu tarmoqdan ma'lumot olish uchun Ziyonet.uz veb portaliga kirish kifoya. Bugungi mavzu shulardan iborat. Rahmat, sog' bo'linglar.